Yonib turgan cho'g'ni moshxo'rdaga solib tayyorlab ko'rganmisiz? Bu shifobaxsh moshxo'rdan ichmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Ikkita piyozni shunaqangi pare qilib to'g'rab olamiz. Lahm go'shtimizni ham xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kubik shaklida to'g'raymiz. Qizdirilgan qozonga yog'imizni solib, masalliqlarimizni ketma-ket qovurishni boshlaymiz. Piyozni yaxshilab qizartiramiz va to'g'rab olgan go'shtimiz uni ham qovurishni boshlaymiz. Men moshxo'rdaga bitta sabzini mayda qilib to'g'rab solaman va albatta sholg'omni ham to'g'rab solib, yaxshilab qovuramiz. Ishoning, sholg'om shunaqangi ta'm beradi. Tuz va moshni ham qo'shib, bitta aralashtirib qovurib, ustidan suv solamiz. Mana suvlarimizni soldim. Qaynab chiqqandan keyin olovni pasaytirib, yonib turgan cho'g'imizni bitta tiqib olamiz. Bu nima uchun qilinishini kommentariyada bilsangiz yozib o'ting. Shiro olib, moshlarimiz ochilgandan keyin guruchimizni solib yana qaynatamiz. Orada shopirib turishni unutmang. Taomingiz yana ham mazali bo'ladi. Taomimiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi kosalarga suzib, podacha qilamiz. Shunaqa ham mazali bo'ldi. Qatiq va murchlar bilan shunaqa ichli rayhonlar to'g'rab. Foydali bo'lgan bo'lsa, albatta bu video uchun like bosing, saqlab